Bugun Garis qaynonam kabachokni mazali qilib pishirishni o'rgatadilar. Buning uchun bizga shunaqa un kerak bo'ladi. Bu unni koreyskiy magazinlardan bemalol topsanglar bo'ladi. Nomi Tvikim Karu degan. Bitta uzum kabachokka 3 ta tuxum ishlatdik. Tuxumni yaxshilab aralashtirib olgandan keyin unga botirilgan kabachoklarni solib, qizib turgan gazda qovurib chiqamiz. Yog'ni qanchalik ko'proq qo'ysangiz, shunchalik mazali chiqarkan. Biz salat qilgunimizcha Sou allambalo qiliqlar qilib multfilm ko'ryapti. Qiz bolachalarga qaraganda o'g'il bolalar juda ham boshqacha o'ynashar ekan. Shuna qilib ikki tomonini qizartirib, yaxshilab pishirib olsanglar, kabachogimiz tayyor bo'ladi. Buni sousga botirib, guruchlar bilan yesangiz ham zo'r ketadi yoki-da o'zini sousga botirib yesangiz ham yaxshi ketadi. Sousiga esa ozgina soyavoy sous, quritilgan qalampir, qovurilgan kunjut yog'i va ozgina uksus solsanglar juda ham mazali chiqadi. Bu yog'i esa muqbal. Kabachogimiz pishdi. Endi buni sousi bilan birga yeb ko'ramiz. Qani, bismillah. Garis xolam kasal bo'lib qolganiga qaynonam har xil soatlar pishirib olib chiqib beryaptilar.